Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun kim qancha ko'taradi shouimizning 3-qismi. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Komiljon aka oldiga mehmonga keldik. O'zingizni tanishtirib qo'yasiz aka. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Komiljon. Yoshim 20 da, vesim 75 kilo. Komiljon aka, bizda mana bunaqa aka. Jim maksimalniy, turniy maksimalniy, ibisskiy maksimalniy ko'taramiz. Xohlagancha cheating bilan. Просто jimda tazni ko'tarib olish yo'q. Ha? 3 osini ishlaymiz, bo'ldi aka. Maksimalniy ko'rsatib berasiz. Hop, biz razmikadan boshladik. 20 kiloda 20 ta ishlab olamiz aka. Undan keyin 10 dan qo'shib ketamiz, ha? Ketdik biz. Ondan qo'shamiz, yana. Qanchadan beri trenировка qilasiz aka? Men bu sportga kirib kelganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil undan avval qanaqa yo'l, namoyish sport bo'lmaganmi? Bo'lgan. Qanaqa sport aka? Undan oldin endi Lasiba yurganmizda. Kickbox, boks qilib. 1 yil bo'ldi. Kim sababchi bo'lgan aka bunga yoki qanaqa nima bo'lib kirib qolgansiz? Bunga kirib kelishimga endi motivatsiya bo'lganda, telefonda ko'rib, chiroyli forma, odam o'zi uchun haligi semyasi uchun ham, o'zi uchun ham zo'r bo'ladi deb turib, yana kirib kelganman bunga. Necha kilo bo'lgansiz kirib kelgansiz? Yo, shu qanaqa? Yo'q, men kirib kelganimda 60 kilo bo'lganman. 60 kilo edim. 1 yilda 15 kilo qo'ymansiz solibsizdan. Kim trener bo'lgan aka? Trenerim Ilyos aka. Ilyos aka. O'zi birinchi boshlaganda shu zalga kelganman. 2023 kelganman. 2 oy qilganman. 2 oy qilib, ashi 3 oy ekan, 3 oy qilib, yana keyin to'xtatib qo'yganman. Yana keyin to'xtatib, keyin уже mana 2024 boshladim. Ilyosga trenerim oldiga bordim, borib boshlab соревнованияларga chiqish. Endi основной bizda siloviy powerlifting bo'lganligi uchun shu narsani endi qilyapmiz-da. Nima powerlifting nimadan chiqasiz aka? Men tiaga bilan bitsepsdan chiqaman. Tiaga biceps 2 xildan. 2 xil. Tiaga qancha ketadi? Tiagam oxirgi marta 230 kilo ketdi. Qancha vesda? 75 da. 230 kilo ketdi. 75 67 kategoriyada. Birinchi 67 kategoriyada boshlaganman. 67 kategoriyada mirda chiqqanman. Hozir 75 kiloda 230 kilo ko'tarasiz mana shunda. 220 230 kilo. Natural. Natural. Shu zo'r ekan-da. Bitsepsga qancha ketadi? Uni ko'ramiz. Hozir aytib qo'ymaylik. Bo'ladi. Sir bo'lib qolsin. Ha, ana bismillah. Bu уже 60 kiloga yetdik. Vesimiz 60 kilo. Xudo xolasa qani ko'ramiz qanchagacha chiqar ekan. Kilo bo'ldi, o'sha o'zingizga qo'shilib qoldi. 5 kilo qo'shildi. 5 kilo. Powerliftingda qanaqadir o'sha qanchadan beri? 1 yildan beri powerliftingga chiqasizmi? 1 yildan beri chiqaman. Достижениялар bo'ldimi? Достижение bir marta мировой chempionman. Мировой чемпион. Mировой chempion. Tiagadanmi? Tiaga bitsepsdan. Ikkosidan mировой chempion. Ikkosidan ham. Endi men основной tiaga bitseps bo'lganligi uchun jimdan chiqmayman. Jimimni siloviy pas endi ko'taryapman. Hozir shu harakatdamiz ko'tarishga. Tiagadan 300 kiloga olib chiqish niyat bor. Tiaga 300, bitsepsda xudo xolasa 150 ga olib chiqish niyat bor. Sizni men maqqa kelishdan avval so'radim-da, endi tanish-bilishlardan so'rab trenerlar topyapmiz-ku. Sizni inglizlar kitobiga kirgan bu bola dedi. Shu gap rostmi? Qanaqa u? Bitsepsda. Qayerda inglizlar kitobiga kirgan? Powerliftingda. Powerlifting bo'yicha. Qayerda bo'lgan chempionatda? Bishkekda bo'lib o'tgan. Bishkekda bo'lgan-da? Bishkekda bo'lgan. Qanchani ko'tarib kelgansiz shunda? 115 kilo. 75 kategoriyada 115 kilo bitsepsga kelganman. U sizdan уже o'tkazish olmagan hech kim shu paytgacha. 115 kilo, 75 kilo naturalda. Sizlar shunda dunyo bo'yicha bitta hisobda. 115 kilo, 75 kiloda ko'taradigan akalar bu haz ekan emas, dunyo bo'yicha akaxon bitta ekan, 115 kilo, 75 kilo kategoriyada naturalniy. Guinnesslar kitobiga Google kirib yozsanglar chiqadi, to'g'rimi? Google'da chiqadi, rekordda chiqadi. Hozir endi bilmadim. Mana bu men bora olmay qoldim. Ertaga bugun Tarozi, Bishkekda Mировой chempionat bo'lyapti yana. Bu yerda rekord yangilashmasa, acha rekord qoladi yana. Atak 115 ko'tarish olmasa siz turibsiz hali ham. Rekord turaman. rekord turaman. Google'ga kirib turib yozsa saytida. Nima deb chiqadi? Google'ga nima deb yozish kerak? Tojimatov Komiljon deb yozsa chiqadi. Endi powerliftingda o'zini feed nimasiga kirish kerak? Saytiga kirish kerak. Saytiga kirib turib,
Meni keyin familiyamni ko'rsa, ashada rekordsmenlarni orasidan qarasa chiqadi. Shunda 115 kilo, 75 kiloda. Xudo xolasa men ham mana Ilyos aka qilyapti-kanu. Inshaalloh 80 kiloda, как бы 87 ni ko'tarsa dedim, 90 ni ko'tarsa dedim, master sport beraman. Master sport bormi? Men 2 marta 50 ta to'ldirganman. Международный bitta 2 marta международный, 1 marta 50 ta to'ldirganman. Shu biceps. Ha, biceps bo'yicha. Xudo xolasa inshaalloh men ham chiqib qolaman, kutilaman meni ham. Aka, sog' qolmaylik. Men 80 kilo bo'ldi. Uni ikki turamiz endi. Yo'q, sal ozroq iloji boricha uz beraman, to'xtatib turing aka. Bismillah. Qanchadan qo'shaylik aka? Qo'shamiz, ko'ramiz. Oxirgisi 100 bo'ladi endi. Bo'laveradi. 80, 100 kilo, 75 kiloga sapsam zo'rami? Siz dam olamizmi? Dam olamiz-chi. Bo'laveradi. Shunda 20 ga kirsangiz 2005 bo'lib qolasiz. Ha. 2005 bolalar hozir kamdan kam zalda. Nima maslahat berasiz shu o'zingiz teng qurbonlarga, endi yoshlarga demayman, o'zingiz teng qurbonlarga. Misol uchun zalga kela olmayapti, dushanbani kutishyapti ular. To'g'ri. Shularga bir ikki og'iz aytib qo'ysangiz. Endi gapirgan bilan bari foydasi bormi, yo'qmi bilmayman. Chunki menga ko'pchilik aloqaga chiqadi. Zalga kelaman, ves olishim kerak, или ves tashlashim kerak deydi. Aytaman, tushuntirib beraman. Manaqa narsalar yeysan, mana bunday qilsang ozasan, bunaqa qilsang semirasan. Zalga kel, shu yerda o'zim trener bo'lib ishlayman. Yordam beraman desam, bo'pti, keyingi dushanbadan dedi. Akam aytgandek, dushanbani kutib yashashyapti-da. Endi keyin uylanish vaqtiga kelganda xotirab qolishadi. Besov olishim kerak jicha, haligini qilib olishim kerak, qanchada rezultat qilsam bo'ladi, bir haftada qancha bo'lsam bo'ladimi degan gaplar bo'ladi-da. To'g'ri. Endi shu glaniy bilmadim men, chiqish kerak. Glaniy zalda qilish kerak. Mana bunaqa akalar, zalga kela olmayotganlar sizlarga prosta zalga kela olmayotganlar zalga kelinglar, trenovka qilgan emas. Prosta ko'rib ketaman deb kiringlar zalga. Prosta o'zi ushab qoladi zalda o'zichi. Haligi boshida ko'pchilik erikadi zalga kelgan. Sizlarga maslahatim, prosta zalga kelinglar, qiyinglar, kelmasa ham o'zingizlarni majburlab olib kelib olinglar-da shu yerga. Bo'ldi, bu yerdagi uje atmosferani ko'rib, odamlarni ko'rib, qilayotgan odamlarni ko'ribchi, uje qiyinglar kelib ketadi. Shuning uchun birinchi o'chirda zalga kelib olinglar, uni yog'i yaxshi ketadi. Faqat zalga kelyapti. Trenirovka qilaman demanglar, chunki keyinlar kelmay qoladi. Prosta tak boray, ko'raychi, nima bo'lyapti, zalda qanaqa, kim kachok, kim mana bunaqa deb prosta ko'ringlar, bu zalga kelayotganlar ko'pchilik uyatadi ekan. Zalga kelib mana qonidan, kattaligidan bo'lmasa arvoqligidan uyatar ekan. Zalga bitta narsani aytib qo'yib, вообще zo'r idealniy formadagi odam zalga kelmaydi. Bu yerda hamma odam o'zini yaxshilash, biroz semirmoqchi, biroz azmoqchi. To'g'ri. Idealniy odam zalda yo'q. Siz idealniy bo'lishingiz mumkin, lekin o zaldagilar idealniy emas. Shuning uchun siz iloji boricha hijolat bo'lmay zalga kelyapti. Kelaverasiz qo'rqmasdan. Aka, sog'ib qolmaylik, travma bo'lib qolmasin. 100 kilo bir marta. Bismillah. Turib olib aytasiz. Ket. Bismillah. Hop. Давай. Mosh. Ketar ekan omad. Qo'shamizmi yo'q? Aytib qo'yay yana 2 oy bo'ldi. 2 oydan beri zal qilmayapman. Mana endi bugun men ham dushanbadan boshlayman deyatdim. Bu yerda bolalarga qarab hech o'zimmadi. Ham bolalar bilan ishlab o'zi zal qilgani dicha aligini qilib qolasiz ekan. Endi men ham noyabrda sarinovniya bo'ladi, xudo xolasa. O'zimni trenerim Ilyosga o'tkazyapti. 25, 26, 27 kunlar bo'ladi. Kelinglar, kutib qolamiz hammalarni. Shunaqa kelinglar, akalar. Men ham ashada bo'laman inshaalloh. 80 kilo kategoriyada ishni ko'ramiz. O'zimiz sinab. Qo'shamizmi aka, yo'q bo'ldimi? Bo'ldi, yetadi. Fan bo'lib qo'y. Endi boshladim-ku. Biz turnirga o'tdik, jim 100 kilo, 70 kilo, 75 kilo vesida 100 kiloda bir naraz ishladi. 2 oydan beri ishlamayotganligini hisobidan travma olib qolmay deb to'xtatdik. Inshaalloh keyingi safar kelganda og'irroq ko'rsatib beradi. 140 gacha chiqqanmiz, o'zi qanchagacha dedingiz aka? 130 gacha chiqqan. 130 kilogacha o'zini maksimalniy 130 kilogacha chiqqan ekan. Hozir bu 100 da ishlab berdi. Keyin turnirdan qolgancha talchov bilan ishlayverasiz aka. Farqi yo'q. Ishi ko'proq bo'lsa bu. Bunday, вообще farqi yo'q. Ketdik.
9 yana bitta. 30 ta. Mosh. Turning 30 ta ketdi. Ikkosini qo'shganda 130 kilo. Endi biceps aka. Biceps ishlaymiz. Endi biceps o'tdik. Akam bicepsda rekordsmen. Inshaalloh ko'ramiz bugun ham aka. Atak 2 oydan beri ishlamayapman dedingiz-a? 2 oydan beri trenirovka qilmayapman. Ashuni ham hisobga olib qo'yinglar. Xudo xolasa keyin trenerlar bo'lsa, o'zingizlar trenerlar yozib ketinglar, обязательно boramiz oldiga. И like, подписка bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ma'da mishsa sustavda travma olish oson bo'ladi. Bir pasda. Men ham o'zim travma olganman o'ng qo'limdan. Birinchi marta salinaniya borganimda отказ berib yuborgan. Ko'targanimda, ma'da men o'ylaganman, mishsa uzilib ketgan deb o'ylaganman. Yo'q, keyin yaxshi, восстановление bo'ldi. Bu travma qilgandan keyin bu yerda keyin восстановление bo'lish qiyin bo'ladi. Ashuni hisobga olib, bitsepsga og'ir nagruska ishlayotganda razmikani yaxshi qilish kerak, maksimalni cho'zib razmika qilish kerak bo'ladi. Qo'shdikmi aka? Ha? 10dan. Shunda 30 kilo bo'ldim. 30 kilo bo'lyapti. Siz ham qisib olamiz, chiqib ketmasinga. Bo'laveradi, beraman. Sizga qo'shilib olaman aka. Burun. Juda amalroq bo'laman shunda. Men ham sarg'anlarga chiqaman deyapman, sizlar orqalardan harakat qilaylik, ha? Bo'ldi. Ana bag'ir ko'tarishlarda aytib turasiz-da. Ofta. Yetar bizga. Mana 20 kilo. 20 20 kilo olamiz. Menga tosh sig'may qoladi-da. Bilinglar. Bo'laveradi. Уже сразу 50 kilo bo'ldi, mana shu. 50 kilo bo'ldi. 30 sразу 50 kilo, 20 kilodan qo'shyapmiz. 20 kilodan qo'shib ketyapmiz. Har bir podxodda 20 kilodan qo'shyapmiz. Hozir 50 kiloga chiqdik. 6 tur berasizmi yo'q, qanaqa? 6 ta emas, maksimalniga chiqayotganligimiz uchun ketishiga qarab turib yengilroq ishlaymiz. Bo'laveradi. Уже bu hazakan vес emas, 50 kilo. 50. Uchta. Yetar. Men nechta o'ynayman? Men ham ikkita, uchta. Ikkita o'ynang. Nesidan qo'shaylik aka? Yana 10 kilodan qo'shamiz. 70 bo'lib ketadimi sirasi, ha? Sirasi 70 qilamiz. Menga ag'ir bo'lib qolsa kerak. Sog'liq haqida gapirayotgandim, gapimni bo'lib qo'ydi. Akalar, endi o'ylasanglar, qanaqa mashina minsanglar, mashinasi yo'qlarga bu tegishli emas, mashinasi borlarga. Sizlar mashinalarga 92-95 benzin qo'yapsizlar. Eng zo'ridan 80 qo'ymayapsizlar. Sizlar o'zingizlar taninglarga ham aytamiz. 90 qo'yib turinglar, o'zingizlar taninglarga. O'zingizlar taninglarga umuman qaramayapsizlar, 80 qo'yib qo'yaverasizlar. Men o'tgan kuni bitta akaga aytdimda, oldim keldi. Aka dedim, mashinangizga 95 ta qo'yib berasiz dedim. Qorin chiqib ketgan akaxonim. Siz o'zingizga ham bitta qo'ymaysizmi desam, aka nima deyapti? Men o'zim xohlagan narsani yeb yuribman. Men o'zimga 95 emas, 100 qo'yyapman dedi-da. Keyin men u akaxonga aytdim, sizlarga ham aytaman. Ashunday qilib qolsa, aka sizlar tanaga qo'ymayapsizlar, просто sizlar til ta'mni sezadi-da. Sizlar tilingizga yoqqan narsa, ta'mi shirin bo'lgan narsaninglar 95 qo'yapman ekan demanglar. U tanaga umuman yoqmaydi sizlarga aytgan narsa. Misol uchun, chipsi, Pepsi, Cola, Fanta, Pepsi umuman u tananiki emas. Sizlar tananglarga 95 benzin, go'sht, tvorog, shunaqa narsa, grechka, misol uchun, kasha, mashalar tananiki bo'ladi. Ashuni uringlar sizlar. Ashunda zo'r rezultat bo'ladi. 3 yildan beri zalga keladiganlar bor, 4 yildan beri zalga keladiganlar bor. O'zgarish yo'q-da. Ag'ir ko'taraveradi, lekin tana o'zgarmaydi. Tana birinchi o'chirtda ovqatdan boshlanadi. 70% ovqat, 10% trenirovka, 10% uyqu bo'ladi. Yana 10% o'zingizlar bilasizlar nima. Aka, 70 kilo bitta ishlaymiz buni. Bismillah. Mosh. Men ishlaymanmi? Aka, bu zal nechtaga ishlaydi keyin? Zal 6 dan 11 gacha ishlaydi. Ertalabki 6 dan 11 gacha ishlaydi. Akalar, bomdod 7 da bo'lyapti, 15 da ham 7 da.
Oldida ochlar ekan. Kelib bemalol bondotda o'qib, mana crossfit qiladigan akalar bor ekan, zalda egasi o'zi ochar ekan. Kelaverasizlar, soat 6da ochilar ekan. Haligi vaqt aka ketdik zalga desam, ishim chiqib qoldi, vaqtim yo'q, u bu deydi-da. Sizlarga shu vaqtim yo'q deydigan akalarga mana bu zal soat 6da ochilar ekan. Bondotdan 40 minut avval. Mana kelib, xohlasanglar yo'lda bondot o'qib kelsanglar bo'ladi, xohlasanglar kelsanglar bo'ladi. Mana joy namozxonalari bor ekan. Kelib namozni o'qib, zalda qilib, yana ishga ketaverasizlar. Bitta harakat qilib ko'ray aka men ham. Bo'laveradi. Bismillah 70 kilo. Ey Alloh. Uzonamanki yana. Bismillah. Ayyo, men ketmayman. Siz aka u xato ekansiz, meni o'tmay. Menda ketmadim, akam haqiqatda kuchli ekan. Endi bu rezultatlarga kelishimizga sabab shu uydagilarda. Avvalambor birinchi otam bu narsaga men kirayotganimda boshqa odamlar og'ir sport chiqarma, qatnashtirma, kerak emas, boring yosh, travma oladi deganda ham dadam mendan rezultat kutgan, hozirgacha kutadi. Inshaalloh shu rezultatni men qilib kelyapman. Bundan keyin ham ko'rsataman. Endi o'zimni yoshimga qaraganda nisbatan boshqa yurish solishtirmayman. Hammani o'zini o'y fikri bo'ladi, yasasi bo'ladi. Meniki endi shu narsaga men o'zim rezultat qo'yganman. Какой-то уровеньga chiqaman deb harakat qilyapman. Xudo xolasa sekin-sekin bu narsani ko'rsatib ketaman. Instagramim bor. Instagramda polniy podrobno hamma narsani qo'yib ketaman. Endi keyin bu Instagram nimasida qo'yayotganimda ko'pchilik boshida aytgan, o'zingni maqtanyapsan, 2 kun zalga chiqib kachoya savoldingmi o'zingdan deb ashunaqalar gaplar bo'lgan. U narsaga qaramaganman men. Hozirgacha gapirishadi. Endi hammaga har xil. Bu narsani qo'yganimdan keyin men ko'pchilik yozishyapti. Shu narsa orqali motivatsiya bo'ladi kimlargadir motivatsiya bo'ladi. Oshna og'aylarim keladi. Oshna semiryapsiz ekan, ves olyapsiz ekan, men ham kelay. Ha, bo'ldi, birgalashib kelib birga qilamiz. Qo'shamizmi aka? Vesni endi ko'taramiz. Qancha? 90 kilo qilaylik. Hozir mana 70 yana 10 dan qo'shaylik. 10 dan qo'shamiz. Ey Alloh, bu hazakan emas, ey akalar. 90 kilo men 70 ni ko'tara olmadim. Inshaalloh biz ham harakat qilib ko'taramiz aka. Aka, qiziqarli bir yil zalga chiqasiz ekan, shu paytda qiziqarli voqea bo'lganmi qanaqadir bunday hayotingizda? Qiziqarli endi kulgili voqealar. Qiziqarli voqealar bo'lgan. Bu bir sarenovaniyaga ketayotganimizda, Bishkekka ketayotganimizda biletimiz chiqmay qolgan. Onlayn bilet olganmiz. Aslida hammamiz ves tushirganmiz. Veslar tushgan, hammani holi yo'q, 2 kun 3 kunlab ovqat yemaganmiz. Ves men o'zim 10 kilo ves tashab borganman. 10 kilo. Aeroportda o'zim yo'qotib qo'yay deb zo'rg'a o'zim ushlab turganman. Aslida ham trenerim, yana bitta trener bor edi. Asa akamga qo'shib birinchi Bishkekka jo'natib borgan. Beriga deputatskiy dedi-yu. Deputatskiyga ketganman birinchi marta uchayotganimda Bishkekka, sarenovaniyaga. Shu birinchi приключение yaxshi bo'lgan. Ikkinchisi ketayotganda yana tumanda qolib ketganmiz. Ertaman soat 8 da aeroportga bordik. Aeroportda o'tiribmiz, 8:30 da uchishimiz kerak. Uchmadik, 2 soatga jilyapti, aeroportdan chiqib keta olmaymiz. Yo'l tuman ochilgani yo'q, samolyotimiz kelmadi. Asab bo'lib 12 soat, mana 10 soatcha aeroportda задержка qilib o'tirdik. Aeroportda o'zimiz o'shda 2 soat jiladi, kutamiz, kelib qoladi deymiz. Yana 2 soat jiladi, asab bo'lib 2 marta sarenovaniyaga ketayotganda shunaqa приключение bo'lgan. Kech qolib qolmaganmisizlar hech qilib tarozisiga? Kech qolmaganmiz, taroziga kech payt borganmiz. Taroziga kech payt borganmiz. Simbolik aslida lekin zo'r rezultat qilib kelganmiz. Ashunda bo'lganmi 115 kilo. Ha, ikkinchisida 3 marta bordim Bishkekka. Aziya, Mir, Yevraziyaga. Hammasida birda olib keldingiz. Hammasida inshaalloh birda olib keldim. Hazakam odam emas ekan, akalar. Hazakam odam emas. Mo'g'iz 90 kilo. Agar qo'qqisdan zalga chiqib qolsanglar, sizlar 50 kilo ko'tarib ko'ringlar. Ana 90. Buni bit turamiz inshaalloh aka. Hozir bismillah. 7,5 qo'shib olmaymi? Normal. Mosh. 90 ketdi. Aka qo'shamizmi yo bo'ldimi? Qo'shamiz. Yana qo'shamizmi? Qo'shamiz. Bo'ldi. Ey Allohga shukr. 90 kilo. Nima? Doston aka bundan oldingi trener 98 kilo ko'tardi aka. Qancha qilamiz siz ekan endi? Hozir 90 ko'targan bo'lsam,
20 kilo qo'shmaymiz. 105 kilo qilamiz. 15 10 105 kilo qo'shamiz. Bolalar 100 kiloga chiqdik. Azakam vesmas. Qani aka bismillah. Doston aka xafa bo'lishim yo'q akam. Olib qo'ysam agar. Katta ketmay-yu. Alloh solasin inshaalloh. Bismillah. Astroid yaxshi qilamiz. Давай. Mayli. Hazillashdik. Ata ketar ekan, yaxshi harakat. Ketadi, yaxshi harakat qilsam ketadi. Damani qilib ko'ramizmi yo bo'ldimi? Ko'ramiz. Bo'ldi. Birinchisida hech kimda birinchisida ketmadi. Uchinchimiz bo'lsa, xudo xolasa, kecha damali qilib ko'ramiz. Xudo xolasa, kecha dam olsak, qanaqadir gaplaringiz bo'lsa. Boya akam aytgandek Pepsi Cola deyapti. Pepsi Cola chipsi dedi. Uydagilar ota-onalar kreatin, protein, gainer ichaman desa bolasi yo'q deydi. Bu endi bitta meni gapim emas, bu chista bodybuilderlar gapi. Ko'pchilik aytadi-da bu narsani. Pepsi, masalan, protein zarar, kelajagiga zarar deydi. Kreatin zarar deydi. Lekin Pepsi ichadi bolasi, billa o'tirib ichishadi uyda. Mana bu kola ichishadi. Chipsini ham billa yeb yurishadi, kreshki yeydi. Endi to'g'ri biz ham yeganmiz, ichganmiz, no ularning zarari ko'proq. Proteinga qaraganda. Protein bu oqsil. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Unaqa hech qanaqa zarar joyi yo'q. Bu proteinni men o'zim ham ichaman, kerak bo'lsa uydagilarga ham beraman. Bu narsa proteinda hech qanaqa zarari yo'q. Ichsanglar bo'laveradi bemalol. Bu bilmayman qandan kelib qolgan odamning miyasiga ximiya qilib kurs saymasanglar, ukol qilmasanglar bu narsani boshqa zarari yo'q. Bu просто спортивный добавка deyiladi. Pitanya. U yana keyin ximiya sayopti, protein ichadi, gainer ichadi. Uni ichsanglar qachon bo'lib qolmaydi. Bu yoqqa kelib mehnat qilish kerak. Naturalda 100 kilo ko'taryapsanmi, keldingmi? Ximiya saygandan keyin buni 150 kiloga olib chiqish kerak, 130 kilo ko'tarish kerak. U просто saysalik kuchayib qolmaydi. Bu yoqda kelib mehnat qilish kerak. Bu boshqalarning og'zida gapi ximiya sayadi, qachon bo'lib qoldi. Yo'q, bunaqa narsa emas. Protein ichadi, ishib ketibdi. Bu yerda kelib mehnatni biroq ko'rmayapti. Lekin protein ichadi, gainer ichadi, o'zi arvoh. Yo'q semiz. Protein ichsa farzand bo'lmay qoladi, u bo'ladi, u gap qadan kelgan dedi bu gap. U xuddi shu ximiyadan kelganda, aka, misol uchun yoshlar qiziqadi, o'zining testosteroni baland, pikda testosteron uradi. Shu bilan 2 oy, 3 oy qiladida, uni achishga ham qilmaydi, просто pulsiga qoladi, просто chiqib ketadi. Undan keyin uni o'zini собственный pikda turgan testosteroni ham pastga tushib ketadi. Ashuni hisobidan уже u prolaktin ko'tarilib ketadi, estradiol ko'tarilib ketadi. Shu bilan farzand o'zi bo'ladi, no ko'p hollarda bo'lmay qoladi. Ashuni deb odamlar proteinni yomon ko'rib qolganda, o'zi unga umuman daxli yo'q. Bu yerda haligi yoshlar mada 10 yillar trenirovka qilgan qachonlarni ko'rib turib, men ukol saysam 1 oyda shulardaqa bo'lib olaman deb o'ylaydi. Bo'lmasa qanaqadir gormon rostda uradi, misol uchun ibutamarin, legandrol degan narsalar bor, gormon rostda uradi, shuni oshiraveradi. Sizlarga akalar maslahat, ibutamarin bo'lmasa MK666 mi, короче, shunaqa deganlar bor, gormon rostda. Umuman sizlarga maslahat bermayman men. Endi o'zim trener emasman, balkim bilgan trenerlar meni yomonlab chiqishligi mumkin. Просто men sizlarga aytib chiqaman, u gormon rostda. O'zini gapi bilan aytib turibdi. Gormon rostda u oshirib yuboradi, hamma yo'qda quloqni tez kattaytirib yuboradi, burunni, ichki organizmlar, yurakni kattaytirib yuboradi. Yurak bitta katta bo'lgandan keyin u yurak tinmay ishlab turgani hisobidan aka kichkinaymaydi. Misol uchun siz hozir biceps ishlayapsiz, qo'lingiz katta, ishlamay qo'ysangiz qo'lingiz kichkinayib ketadi. Yurak lekin tinmasdan ishlab turadi. Uxlaganda, turganda, shuning uchun u bitta katta bo'lgandan keyin u kichkinaymaydi. U yurakni kattaytirib olgan odam bo'ldi, umrining oxirigacha zalda to'xtatish kerak emas, chunki zalda to'xtatishiga yurakdan pobochka topilishni boshlaydi, yurak kasali bo'lishni boshlaydi. Keyin ashi ibutamarinlar, gormon rostalar kletkalarni ham kattaytirib oladi, kletkalar bo'yicha ham ishlaydi. Misol uchun men hozir 200 gram ovqat yesam, 50 grami hazm bo'lsa, u ibutamarinni ichganimda shu 200 gram hammasi hazm bo'lgan hisobidan tez kattayib ketadi. Misol uchun men 200 gram yesam, u chiqib ketsa 100 grami. U ibutamarinni ichgandan keyin 150 gram bo'lmasa 200 gram hammasi tanada qo'yilib, yayilgan hisobidan tez kattayib ketadi odam. Nima, kletkalar ochilib, ko'p so'rilishni boshlaydi. Bu tashimda liboy odamda rakoviy kletka bo'ladi. Hamma odamda bor rakoviy kletka. Misol uchun menda rakoviy kletka 2 ta bo'lsa, u menga umuman zarari bo'lmasligi mumkin. Lekin men bitta gormon rostani ursam, endi trenerim yo'qda, misol uchun men 16-17 yoshlar trenerga pul bergisi kelmaydi, pulni o'rniga gormon rost olaman, o'zim qilaman deydi. U bitta yozib qo'ysa qog'oziga, u men 4 ichsam tezroq bo'laman deb o'yladi.
4 tani ichadi, shu bilan ikkita rakovый kletka unga umuman zarar bermayotgan bo'lsa, u 4 tani ichgandan keyin kletka ko'payib ketadi. Shu bilan rak 30 ga kiradi, o'ldi, salom alaykum. Shuning uchun birinchi o'rinda sog'likni qo'yinglar, topshiringlar 2 oyda bir analiz. Misol uchun sizlar umuman ukol urmasanglar ham 6 oyda bir хотя бы analiz topshirib turishinglar kerak. Prolaktin, testosteron, estradiol, estrogen, yana kortizol, shunaqa gormonlar bor, topshirib ko'rsatib turish kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Aka, yaxshi dam oldik. Endi boshlaymizmi? Qilib ko'ramizmi aka? Bitta ko'ramiz. Inshaalloh ketadi aka. Nasroyni yaxshi qilamiz. Remen pemen kerak emasmi o'zi? Yo'q, remen kerak emas, remen. Remen taqadigan bo'lsam, g'alati belimda haligi yoqmaydi. Belingizni ko'rsating-da, akamni o'zida remen bor ekan belida. Qani aka, bismillah. Mana men zaldagi ko'pchilik akalarga aytaman-da, mana o'rtadagi ariq mana ikkita bo'lsa, mana shu ikkita stoyka hisoblanadi. Masalan uchun mana zalda stoykasi mana 4-chi bo'lsa, o'ta shu stoyka mana 100 kiloda bez remen ko'tarishga yordam beradi. Shuning uchun sizlar ham remensiz ishlasam bo'lar ekan deb o'ylamanglar. Birinchi belga yaxshi ishlab, stoykani mo'shni qilib olib, keyin ishlasanglar bo'ladi. Shunda ham remen bilan. Aka, bismillah. La havla va la quwwata illa billah. Давай, brat, ketadi. Давай. Mo'shni ketdi. Assalomu alaykum dostlar aka. Dostlar aka cho'ta tegishtiryapti. 110 ni ko'tarasizmi deyman-da. Aka, Akamning motivatsiya bu. Akajonim meni yaqinim bo'ladi. Hamma tomonlama yordam beradi. Ilyosga qatori trenerim bo'ladi Doston akam. Ilyosga katta trenerim bo'lsa, Doston aka kichkina trenerim hisoblanadi. Ko'p narsani Doston akadan, Ilyoskadan o'rganib, ashada o'sib, haddim siqqanligi uchun bu yerda hazil qilib gapiryapman. Ha, aka ham tushunadi o'zi. Aka, hisoblab qo'yamiz. Biz 3-odamimiz siz, uje siz rekord qo'ydingiz bunda. 100 kilo biceps, 100 kilo jim и 30 turniy. O'sha 230 kilo ko'tardingiz, o'zingiz vesingiz 75 kilo. 75 kiloda 230 kiloni ko'tardi Shavkat Zalning treneri. Inshaalloh yana qaysi zallarga boraylik, yozib ketasizlar. Podpiska, like, esdan chiqib qolmasin. Hammaga rahmat.